Greenleaf ma'nosi yashil yaproq degani. Ushbu korporatsiya 1998-yilda tashkil topgan bo'lib, dunyo miqyosida 29 yildan beri mustahkam o'rnashgan hamda qonun asosida 40 ta mamlakat bilan rasmiy faoliyatni olib boradi. Greenleaf korporatsiyasi 7 ta rivojlangan yirik mamlakatlar Germaniya, Shveysariya, Italiya, Fransiya, Yaponiya, Xitoy hamda O'zbekiston bilan strategik ittifoqdir. Ushbu mamlakatlar 2016-yilga qadar o'zining mahsulotlarini an'anaviy tarzda sotib kelgan va ushbu yildan bugungi kunga qadar esa o'zining ekologik brend mahsulotlarini MLM sotishni yo'lga qo'ydi. Korporatsiya Xitoyning eng yaxshi tabiati, ekologik toza hududi Sijro shahrida o'zining kollagen aloe bambu plantatsiyasiga egadir hamda mana shu maydonning hajmi 107 gektar maydonni egallaydi. Bu taxminan yangi O'zbekiston bog'i bilan teng degani. Greenleaf korporatsiyasi iste'molchilarga maqbul narxlarda 10 mingdan ortiq ekologik mahsulotlarni taklif qiladi. Ulardan uxodili va dekorativ kosmetika, maishiy kimyo, shaxsiy gigiyena vositalari, yosh bolalar uchun mahsulotlar, elektromobillar, tilla taqinchoqlar va hattoki kiyim-kechaklarni ham. Greenleaf korporatsiyasi mahsulotlariga GMP mahsulotlarning inson organizmiga nojo'ya ta'sir yo'qligiga bildirgi berdi. ISO mahsulotlarning sifati va brendiga kafolat berdi. Halol mahsulotlarni har qanday musulmon davlatlari ham iste'mol qilishiga to'g'risida. UKAS qolgan barcha hujjatlarni tasdiqlovchi yuridik kuchga ega bo'lgan sertifikatdir. Greenleaf korporatsiyasining raisi hamda prezidenti janob William Tyu. Bu inson juda ham saxovatpesha, chunki u o'z tug'ilib o'sgan yurtidagi yetim bolalar, qariyalar va hattoki talabalarga doimiy homiylik qilib keladi. Ya'ni savob ishlarni odatga aylantirgan katta harflardagi inson deyish mumkin. Ushbu korporatsiya O'zbekistonda 4 yildan ko'proq muddatdan beri rasmiy faoliyatni olib bormoqda va yurtimizda esa qarangki 2 millionga yaqin inson hamkor bo'ldi. Hamda O'zbekistondagi direktori esa 5 yulduzli status egasi Dilbarxonim Usmonova. Qadrli vatandoshlar, Greenleaf haqiqatda yashil yaproq degani. Bizning missiyamiz esa odamlarni sog'lomroq, chiroyliroq, baxtliroq va albatta boyroq bo'lishiga hissa qo'shishdir.